Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda O'zbekistonda P2P pul o'tkazmalarini monitoring qilish haqida so'z yuritamiz. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni hamda video roliklarimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda P2P pul o'tkazmalari nazoratga olinadi. Soliq ma'murchiligini takomillashtirish doirasida P2P operatsiyalar monitoring qilinishi belgilandi. Bu orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va byudjet tushumlarini oshirish ko'zda tutilmoqda. 6 aprel kuni Prezidentga taqdim etilgan hisobotda soliq tizimida raqamli nazoratni kuchaytirish, sun'iy intellekt asosida aqlli monitoring joriy etish rejalashtirilgani ma'lum qilindi. Jumladan, savdo, xizmat ko'rsatish, qurilish va umumiy ovqatlanish sohalarida P2P operatsiyalarini kuzatish orqali qo'shimcha tushumlar aniqlanadi. Shu bilan birga, bozorlar va savdo majmualarini to'liq raqamlashtirish, tovar aylanmasini shaffoflashtirish va norasmiy bandlikni qisqartirish asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan. Yangi tizim orqali soliq tushumlarini oshirish, tekshiruvlarni kamaytirish va tadbirkorlar uchun qulay soliq muhitini yaratish maqsad qilinmoqda. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: darakchi.uz sayti.